ko'rguvchilar. Dünya Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur Akademiyasi, Yevropa Sharq Turkiston Ma'rif Jamiyati, Shveysariya Uyg'ur Jamiyati, Belgiya Uyg'ur Jamiyati, Yevropa Sharq Turkiston Birligi, Germaniya Uyg'ur Madaniyat va Ma'rif Birligi, Fransiya Uyg'ur Jamiyati, Norvegiya Uyg'ur Komiteti, Shvetsiya Uyg'ur Birlashmasi, Finlandiya Sharq Turkiston Jamiyati, Angliya Uyg'ur Jamiyati, Gollandiya Uyg'ur Kishilik huquq fondi, Avstriya Uyg'ur Jamiyati, Gollandiya Uyg'ur Madaniyat va Tashviqot markazi qatorliq tashkilotlarimizning o'rtaq sahibxonlik qilish bilan 13 may BDT oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyishining tayyorlik xizmatlari jiddiy davom qilmoqda. Namoyishchilarimiz 5-ayning 13 kuni juma Janva vaqti atdigan soat 9 da Janvadagi BDT binosining oldidagi maydonda to'planadi. Soat 10 larda maydondan BDT kishilik huquq oliy kengash binosiga qarab yurish qiladi va namoyish bu yerda Janva vaqti soat 13 ga qadar davom qiladi. Bu qatimqi zo'r namoyishning tartibini qo'g'dash uchun Dünya Uyg'ur Qurultiyining tashkiliy xizmatlariga mas'ul muavin raisi Farhat Yo'rinqash, Shveysariya Uyg'ur Jamiyatining raisi Endili Qaraxalni, Belgiya Uyg'ur Jamiyatining raisi Abdullam Emarov, Norvegiya Uyg'ur Komitetining raisi Baxtiyor Ömer va Fransiya Uyg'ur Jamiyatining sobiq raisi Akbar afandilarning mas'ulligida 30 kishidan tarkib topgan maxsus tartib saqlash hay'ati turg'izib chiqildi. Yevropaning har qaysi ellardagi namoyishchilarimizni Janvaga elib berish uchun Dünya Uyg'ur Qurultiyi tomonidan maxsus avtobuslar kiralandi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi markaziy organining instansimizga bildirishicha, Amerika, Turkiya qatorliq Yevropaning sirtidagi davlatlarda yashayotgan bir qism qarindoshlarimiz 13 may BDT oldida o'tkaziladigan zo'r ko'lamli birlashma namoyishga qatnashadiganligini bildirgan. Bu qatimqi tarixiy ahamiyatga ega zo'r ko'lamli birlashma namoyishga qatnashishni orzu qilgan qarindoshlarimiz o'zlari turishli davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari bilan yoki Dünya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasi bilan bevosita aloqalashsa bo'ladi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi ellardagi siyosiy faoliyatchilarimiz va Uyg'ur qarindoshlarimiz ijtimoiy taratqularda bas-bas bilan safarbarlik nutqlari e'lon qilib, o'zlarining 13 may namoyishiga bo'lgan qo'llashini ifoda qilib kelmoqda. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Sharoit yor bergan har biringlarni Dünya Uyg'ur Qurultiyiningki bu qitimqi chaqiriqiga ovoz qo'shib, 13 may Janvada o'tkaziladigan namoyish qatnashinglarni so'rayman. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari o'zi BDTning prinsiplarini qo'g'dayolmasa va insoniyatga qarshi jinoyat, irqiy qirg'inchiliklarga qarshi harakatga o'tmasa, undaqda bu dunyodagi qaysi organ va kim begunoh kishilarni qo'g'day oladi? Agar Michelle Bachelet Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi to'g'risidagi dokladini e'lon qilmasa va yoki Xitoy uningki cheklimisiz ziyorat qilishiga yo'l qo'ymasa, uning bu ziyarati Xitoyning depini chelishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Bu da'vo biz Uyg'urlarning da'vosi. Shunga biz Uyg'urlar o'zimiz oldi bilan harakatga o'tishimiz lozim. 13 may Janvada ko'rishaylik. Assalomu alaykum muhojiratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Dünya Uyg'ur Qurultiyi o'rlashtirgan Janvadagi BDT binosi oldida 13 may kuni o'tkaziladigan namoyishga hammalarni qatnashishini umid qilib bu videoni ishlab turibdiman. Bu qatimqi namoyish Uyg'ur qirg'inchiligiga oid hozirlangan doklad oshkora holda oshkorlanmayotgan. BDT'nin Ali Komissari vatanga borgan chog'da yolg'on hozirlangan bir Sharqi Turkiston vaziyatini ko'radiganligini hammamiz dakki-tukki ichida his qilib turayotgan bir vaqtga. Bo'libmi, ar-nomusimiz hozirning o'zida dafsanda qilinayotgan. Narista bolalarimizni kallasi yulib o'zimizga dushman qilib tarbiyalayotgan mushundaq bir vaziyatga to'g'ri kelgan bir namoyish. Mushu vaziyatlarning o'zgarishi uchun foydali bo'lib qolishini umid qilib, bu namoyishga hammamizning har tarafdan kelib qatnashishni, bo'libmi Yevropadagi butun qarindoshlarimizning sharoitni hozirlab, yoshlarimizni, hatto o'rta maktabdagi shu jangovar, bir yerga borsa hayajonlanadigan shu bolalarimizni sharoitlarni hozirlab bu namoyishga kelishini, buni yaxshi ko'rmaydi, bu tashkilotning ittifoqsizligi deganlarni ko'zimiz ko'r ko'rmaydigan, quloqimizni anglamaydigan bir sharoitda, bir maqsadda shu maqsadimizni amalga oshirish uchun bu namoyishga kelishni chin ko'nglimdan umid qilaman. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 13 may Janvada o'tkaziladigan namoyishga oldiraylik.
Çünki bu qitimqi namoyish siyosiy ahamiyati zo'r bo'lgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatish nazaridan favqulodda hayotiy ahamiyatga ega bir namoyish. Shuning uchun bu qitimqi namoyishga berish har bir Uyg'ur xalqining vijdoniy burchidir. Janvardagi namoyishga cho'qim borayli. Rahmat. Dünya Uyghur Qurultayının sahibxonligi va har qaysi ellarga qarindosh tashkilotlarimizning hamkorligida bu yil 5-oyning 26-kundan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirilgan 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashining tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga qadam qo'ydi. 2-navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashi tayyorlik komitetining stansimizga bildirishicha, hozirga qadar 20 dan ortiq davlat faoliyat olib berayotgan 70 dan ortiq Uyg'ur tashkilotining asosli mas'ullari, Uyg'ur tadqiqotchi va olimlar, diniy ulamolar, Tonulgan cemaat erbapları ve her saat zatlardan bulup cemi 200 neferden artıq vekil özlerinin Germaniyanın Myunxen şehrinde çağırılgan 2. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kengashiga bevosita kelib qatnashadiganligini bildirgan. Dünya Uyghur Qurultayı Merkez Organı 2. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kengashiga qatnashadigan vekillerinin tizimlikini Germaniya Tashqi ishlar ministerligiga yollab, ulardan har qaysi ellardan keladigan vekillarga viza jihatdan qolaylik yaratib berishni talab qilgan edi. 2. nöbetlik Şarkı Türkistan Milli Kengashi tayyorlik komiteti o'tgan oyning oxiri bu nöbetlik Milli Kengashda muzokara qilingan asosli temalar va bu temalar asosida doklad qabul qilish haqida maxsus uqtirish tarqitib, Milli Kengashga taklif qilingan aziz mehmonlarimiz ichida doklad berishni orzu qilgan vakillarimizning o'zlarining dokladining temasini va dokladining asosli mazmunini yerim betdan eshib ketmagan holda yozma shaklda Dünya Uyghur Qurultayining siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi Dr. Erkin Akram efendimga 5-oyning 1-kunidan burun oldin yo'llab berishni talab qilgan edi. Dr. Erkin Akramning stansimizga bildirishicha, hozir qadar 30 dan ortiq vakil o'zlarining 2. navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashida milliy da'voyimizga munosabatli turli temalarda doklad beradiganligini iltimos qilib, doklad temalarini yo'llagan. Undan boshqa yana Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa va Qurultay fondining raisi Abdujil Ahmad efendilar 2. navbatlik Sharq Turkiston Milliy Kengashiga taklif qilingan Uyg'ur tashkilotlariga birlashma imzoliq maktub yo'llab, ulardan iqtisodiy jihatdan yordamda bo'lib, bu navbatlik Milliy Kengashga birlikda sahibxonlik qilishni iltimos qilgan edi. Hozirga qadar 30 ga yaqin tashkilot ularning bu iltimosini qabul qilganligini bildirgan. Xitoy hokimiyati BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bachelet boshchiligidagi bir hay'atning bu yil 5-oyning oxirida Sharq Turkistonni ziyorat qilishga ruxsat qilishi Turkiyadagi o'qituvchi partiyalarni harakatga o'tkazdi. Turkiyadagi ba'zi siyosiy partiyalar Xitoyning Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiya vakillaridan tarkib topgan hay'atning Sharq Turkistonni tekshirish olib berishiga ruxsat qilishini talab qildi. Türkiye hükümetini qo'llayotgan o'qituvchi partiyalardan bo'lgan Büyük Birlik partiyasi raisi Mustafa Desteci efendi hükümetga qarshi o'qituvchi partiyalardan İYİ partiyasining Türkiy millatlarga mas'ul muavin raisi, parlament a'zosi Fahrettin Yokush efendi va Kelajak partiyasining muavin raisi, sobiq parlament a'zosi Selçuk Özda efendilar bu munosabat bilan Erkin Asiya radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zlarida o'qituvchi partiyalar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirib Xitoydan Sharq Turkistonga berib tekshirish olib berishni talab qilganligini, Sharq Turkiston masalasini hal qilishning yo'llarini izlaydiganligini ta'kidlashdi. 1993-yili qurilgan kundan tortib Uyg'ur davosini izchil qo'llab kelayotgan Büyük Birlik partiyasining raisi, parlament a'zosi Mustafa Desteci efendi partiyasining bundan keyin Sharq Turkiston davosini texmi ko'p qo'llaydiganligini, Turkiyadagi boshqa siyosiy partiyalar bilan bu to'g'riliq hamkorlikni kuchaytirib hal qilish yo'llarini izlaydiganligini bayon qilib mundaq dedi. Sharq Turkiston biz uchun intayin muhim vatandir. Afsuski Xitoy Xitoyning ishg'oli ostida. Xitoyning besim siyosati bugungi kunda irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Biz har doim tajovuzchi Xitoyning Sharq Turkistondan darhol chiqib ketish kerak ekanligini ta'kidlab kelyapmiz hamda Turkiyadagi Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarini qo'llab kelyapmiz. Bundan keyin texmi ko'p siyosiy partiya va ommaviy tashkilotlar bilan bu haqda hamkorlikni kuchaytirib, hal qilishning yo'llarini izlaymiz. Chunki bu masala Turkiyamizning milliy masalasidir. Fahrettin Yokush efendi Uyg'ur davosining partiyasining milliy davosi ekanligini o'ttirib qo'yib mundaq dedi. Uyg'urlar vatan ichida emas, chet eldami ig'ir besim ostida yashamoqda. Bu haqda biz tafsiliy kishilik huquq doklad tayyorlab, kitob holida nashr qildirib tarqatdik. Biz bu orqali Sharq Turkiston masalasini Turkiyaning kun tartibida tutib turishga tirishyapmiz. Bu haqda faqatlam İYİ partiyasi emas, Kelajak partiyasi, Büyük Birlik partiyasi Sharq Turkiston masalasiga izchil holda ko'ngil bo'lib, Sharq Turkiston kishilik huquq dafsanchiligini yo'q qilish, Sharq Turkistonga Xitoy zulmiga xotim berishga tirishyapti. Men radio orqali Uyg'ur qarindoshlarimga shuni demoqchimanki, Sharq Turkiston mustaqillikka erishguncha biz Sharq Turkiston davosini qo'llaymiz. İYİ partiyasi muavin raisi Fahrettin Yokush efendi Turkiyadagi boshqa partiyalar bilan hamkorlashib Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishga tirishadiganligini bayon qilib mundaq dedi. Turkiyadagi saylamda hokimiyat beshiga kelsak, Xudoy bu davlatni idora qilish partiyamizga nisb bo'lsa, xalqaroda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida bu masalani hal qilishga tirishimiz.
Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızning erkin yashash uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Xitoyning Sharq Turkistonda sodir qilayotgan jinoyatlarga sukut turish bu jinoyatga sherik bo'lganlik hisoblanadi. Hech qanday bir turk avlodi, musulmon avlodi bu zulm kimga qilinsa qilinsin sukut tura olmaydi. Zulm oldida sukut turish zulmga sherik bo'lganlik bo'ladi. Xitoy hozir insoniyatga qarshi jinoyat ishlamoqda. Bu jinoyatni to'xtatish uchun boshqa partiyalar bilan birlikda hal qilish yo'llarini izlaymiz. Turkiyaning sobiq bosh ministri Ahmet Davutoğlu qurgan Kelajak partiyasining muavin raisi Dr. Selçuk Özdağ efendim Uyg'ur masalasida boshqa partiyalar bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, Uyg'ur masalasini hal qilishning yo'llarini izlaydiganligini ta'kidlab mundoq dedi. Xitoy hukumati burundan tortib Uyg'urlarga besim siyosati elib borganligini inkor qilib kelmoqda. Bizning talabimiz Xitoy Sharq Turkistonning ishini bizga ochsin. Sharq Turkiston masalasi ko'ngil bildigan barliq siyosiy partiyalarning vakillaridan tarkib topgan hay'at o'miki bu yerda tekshirish elib borayli. Kishilik huquq faoliyatchilari va muxbirlarmi borsin. Lekin Xitoy burundan tortib hech kimni Sharq Turkistonga kirgizmayotdi. Bu haqda qoyil qilarlik ma'lumotni bermayotdi. Biz Kelajak partiyasi hozir bu masalani har so'rinda davomli holda o'tirib qo'yyapmiz. Ammo biz boshqa o'qitish partiyalar bilan hamkorlashib Sharq Turkiston masalasini xalqaro so'rinlarda qanday o'tirib qo'yish, hokimiyat beshiga kelsak Birlashgan Davlatlar Tashkilotida qanday hal qilishning yo'llarini tepishga tirishyapmiz. Buyuk Birlik partiyasi, partiyasi va Kelajak partiyalari Turkiyada millatparvarlik ideyasini ilgari suradigan siyosiy partiyalar bo'lib, qurilgan kundan tortib Turkiy millatlarning masalalariga, bo'lib Uyg'ur masalasiga alayda ko'ngil bo'lib kelmoqda. Jazo lagerlari masalasi chiqqandan keyin Turkiya parlamentida va boshqa so'rinlarda Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyatini o'tirib qo'yib kelmoqda. Amerika Moliya ministrligining Uyg'urlarning bostirishda qo'li bo'lgan Xitoy nazorat texnikasi shirkati Hikvizy'ni jazolashga tayyorlik qilayotganlik haqidagi xabarlardan keyin bu shirkatning pay cheki qattiq tushib ketgan. Markaziy Xitoyning Hangzhou shahridagi bu shirkat 2017-yil Sharq Turkistonda boshlangan cho'ng tutqunda Xitoy hukumatiga hamkorlashib, uning rayonda digital nazorat sistemasi qurishiga yordamlashgan. U Xitoyning lager, turma, qayta tarbiyalash markazlari, majburiy emgak o'rinlari, maktab, masjid, mahalla va jamoat so'rinlariga yuz tunish kamerasi o'rnatib, Xitoyning Uyg'urlarni bostirishdan zo'r foydaga erishish bilan ayblangan edi. Amerika Moliya ministrligi 2021-yili bu shirkatni qora tizimlikka kirgizgan. Maliya vaqti gazeti 4-may kuni Moliya ministrligining bu shirkatni yanama ilgirlab, davlatlik alayda belgilanganlar tizimligiga kirgizishga tayyorlik qilayotganligini xabar qilgandan keyin bu shirkatning pay cheki 5-may kuni 10% tushib ketgan edi. Biroq Janubiy Xitoy Atganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, uning Shenzhen aksiya bozoridagi pay cheki 6-may kuni davomli tushgan. Xabarda uning pay chekining juma kuni 9% tushib ketganligini bildirgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 5-may kuni Amerika Moliya ministrligining qaroriga inkos bildirib, Amerikaning kishilik huquq va boshqa sabablarni ko'rsatib, huquqni suiiste'mol qilishiga va Xitoy shirkatlari nomuvofiq bostirishiga qat'iy qarshi turamiz degan. Lekin Moliya vaqti gazetining aytishicha, navbatda Amerika hukumati Hikvision to'g'risida o'zining sherik davlatlarga ma'lumot berishni boshlagan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimli programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.